Assalomu alaykum, hurmatli bizning obunachi kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi oshxona mebelimizni uстановка jarayonini tugatib bo'ldik. Ishimiz 1 metr agrometrga soxta bo'ladi doimiydek. Bu chekkadan chap tomonga 3 metr oshxona mebeli bo'ldi. 3 metr oshxonaning ichiga rабочий ustol tashlaganmiz. Devordan olib qochgan holatda, ichlari polkalik, tepa holati ham polkalik holatda bo'lgan. Oshxonalarimiz PVX, rezina mikrofonka, eshik chekkalarimiz PVX bo'lgan. Vakuum holatida o'zini o'zi yopib oladi. Tepasida qoshlargacha qilingan. Bu joyimizga vichkani joylashtirib berganmiz. Tepa dimxotlarga joyini kesib joylashtirib berdik. Vitechkamiz bu joyga gaz plitasini ham o'zimiz joylashtirib berdik. Ishlaydi. Duxovka, mikrovanovkaga joy qo'yilgan. Temirlik, mustahkam noshkalarni qilib berdik. Tokmalarimiz doimiydek komplekt holatda. Ustol usti rossiyskiy installyatsiya bo'lgan. Orqalarimiz granit holatda qilib berdik. Ishimizning chekkalarini suv o'tmaydigan zashitalarini qilib berganmiz. Tuz, xomchoy, kofe foydalangani ochiq polka bo'ldi. Tepalari pone polka holatda bo'ldi. Original shushurkani ham joylashtirib berdik. Patnislik. Bu tomoni ham polka holatda ishlangan. Mo'kani 4-burchak originali, yaxshisi, setkasi, simsitili, dozorlargacha qo'yib berdik. Bu tomonga addenniy tumba deganda, tumba qilib, ichlarini chiroyli polkali qilib joylashtirib berdik. Ishimizda summasiga keladigan bo'lsak, 1 metr pagonometrga 1.800.000 so'mdan bo'ldi. Ichida kafel granit, 4-burchak mo'ka simsitili, shushurkasi, qosh soladigan podstavkasi ichida bo'ldi. Dastlabki uстановкасы. Gaz plita vichkasiga 2 million so'm qo'shildi. 1.100.000 so'mga gazini olganmiz. 900.000 so'mga turbo motorlik Artel firmani vichkasini qo'yib berdik. Bo'ylari 2.10 ga chiqadi. 1.800.000 so'mdan anjon ichiga dastlabki uстановка mo'ka komplektlari ichida bo'ladi. Telefon nomerlarimizni shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. Ishimiz to'liq holatda mana